Do'stlar, Barselona shahridaman. Barselona shahridaman. Mana. Yuribman. Endi bu yerda poliyasi qayerda ekan endi Barselona? Ha? Poliyasi. Короче, ish Barselona, Fransiya, Parij. Qatnaymiz. Lekin baribir o'zimni Gollandiya ham yaxshi edi endi, iloji yo'q. Faqat shu yoqqa liniyaga qo'yibdi. Bu ham yomon emas. Chunki Ispaniyaga har hafta qatnayman, shu Barselona shahriga. Kelib ketaman. Ish shunday. Mana shu yo'llari Barselonani. Ko'ringlar. Zavqlaninglar. Aytadi-yu, ana YouTube'da. Buni har kun ham sizlarga har kim ko'rsatavermaydi deydi-ku. Mana tablani ko'ringlar, tablani. Do'stlar, taksidalar sariq ekan, qaranglar. Qoyilmisizlar? Shunaqa gaplar. Barselonachilar, Barsachilar deydimi, nima deydi? Mana bu tog'ni. Voy, dahshatligini qaranglar, mana bu tog'ni. Mana shu Barselona shahrining ichida tog'. Ko'ryapsizlarmi? Yutib yuboradi-yu, yutib yuboradi любой tog'ni. Most tepasidan ketyapmiz. Mana tog'ni qarang. Fonarni qarang. Qoyil. Endi men bilmayman endi qanaqa joylarda yuribman, bilmayman, tushunmayman. Bir Qashqadaryoni bir chekka qishlog'idan kelib olib, buni qarang. Tog'da, ana shu Barselona shahrining ichida bu. Endi kunduz kunlar bir aylansa berlardi. Voy, mana bu yonim okean ekan. Bu Barselona shahrining yonida okean bor ekanda. Mana bu. Port. Do'stlar, mana hozir manamda bor-da, mana. Mana короче, mana kartada ham bor-da, mana shu dunga qarab ketyapman. Lozim. Mana. Kemani qaranglar, kemani. Ana uy bilan apshkotda ekan. Barselona shahrining ichida yuribmiz aylanib, mana. Voy, palma daraxti qarang, dahshatligini. Qoyil. Qoyil do'stlar. Voy, mana bu yaxtalarni qaranglar, dahshatligini.